Kecha oqshom AQSh prezidenti Donald Tramp jurnalistlar bilan an'anaviy kechki ovqat marosimida xotirjamgina ovqatlanayotgan edi. Nima bo'ldiki, to'satdan otilgan o'q ovozi ishtahani buzdi. Qurolli hujum bo'lganini aniqlagan vitse-prezident JD Vance Trampni kutmasdanoq kechki ovqat dasturxonini tark etgan bo'lsa, Tramp turmush o'rtog'i Melaniyaga ham qaramasdan quyon qilib yubordi. Gap AQSh poytaxtida joylashgan Washington Hilton mehmonxonasida prezident Trampga bo'lgan suiqasd haqida ketyapti. Voqea kecha 25-aprel kuni Oq uy muxbirlar assotsiatsiyasining an'anaviy kechki ovqat marosimida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, noma'lum erkak mehmonxona ichida o'q uzgan. Guvohlar 5-8 marta o'q ovozi eshitilganini aytmoqda. Hujumchi zalga kira olmagan, hodisa mehmonxonaning boshqa qismida yuz bergan. Tadbirda AQSh prezidentidan tashqari birinchi xonim Melaniya Tramp, vitse-prezident JD Vance, mudofaa vaziri Pete Hegseth va AQSh davlat kotibi Mark Rubio ham ishtirok etayotgandi. Ularning barchasi, shuningdek, jurnalistlar xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, voqeada gumonlanayotgan shaxs 31 yoshli Cole Thomas Allen bo'lib, u Kaliforniya shtatining Torrens shahrida yashagan. Biroq bu ma'lumot hozircha rasmiy idoralar tomonidan tasdiqlanmagan. Hozirda tergov ishlari davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Vashingtonda sodir bo'lgan hodisadan so'ng Oq uyda qisqa brifing o'tkazib, voqea tafsilotlari haqida gapirdi. Trampning ta'kidlashicha, hujumchi o'zi bilan bir nechta qurol olib kelgan va hatto uning asosiy nishoni prezidentning o'zi bo'lgani taxmin qilingan. Hodisa xavfsizlik tekshiruv punkti yaqinida yuz bergan. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh maxfiy xizmat xodimlari juda tez va professional harakat qilib, hujumchini zararsizlantirgan. Prezident xavfsizlik xodimlarining jasoratini alohida ta'kidlab, ularni yuqori darajada ishlaganini aytgan. Tramp shuningdek, hodisa vaqtida maxfiy xizmat xodimlaridan biri yaralanganini ma'lum qildi. U yaqin masofadan o'q yegan, biroq o'qni uning brenjileti to'sib qolgan. Prezident jarohat olgan xodim bilan gaplashganini va uning ahvoli yaxshi ekanini bildirgan. Shuningdek, Tramp gumonlanuvchi qo'lga olinganini tasdiqladi. Hozir huquq-tartibot idoralari uning uyida tintuv o'tkazish va boshqa tergov harakatlarini davom ettirmoqda. Prezidentning ta'kidlashicha, gumonlanuvchiga nisbatan otishma, noqonuniy qurol saqlash va boshqa qator moddalar bo'yicha ayblov qo'yilishi kutilmoqda. Suiqasdda Eronning qo'li bormi yoki yo'qligi masalasi bugungi ziddiyatli vaziyatda birinchi o'ylantiradigan savollardan. Bunga ham Tramp o'z javobini bildirdi. U voqeani Eron bilan bog'lamagan va hatto bunday fikrga kelmaganini bildirgan. Shu bilan birga prezident bu hodisa uning siyosiy pozitsiyasiga ta'sir qilmasligini ta'kidladi. Trampning fikricha, hujumni amalga oshirgan shaxs ehtimol hech kimning buyrug'isiz o'z qarori bilan harakat qilgan. Bu Donald Tramp uchun birinchi suiqasd emas. AQSh prezidenti 2024-yilda saylovoldi kampaniyasi vaqtida naqd 2 marta suiqasdga duch kelgandi. Jumladan 2024-yil 14-iyun kuni Pensilvaniya shtatida bo'lib o'tayotgan saylovoldi mitingi vaqtida 20 yoshli qurollangan shaxs tomonidan o'q uzilgandi. Hodisada Tramp tarafdorlari oldida chiqish qilayotgan paytida nutqning boshlanganidan taxminan 5 daqiqa o'tib, noma'lum shaxs tomonidan o'q uzilgan. Tramp o'shanda shifoxonaga olib ketilishidan oldin bir necha bor qo'lini musht qilib ko'tarib, kurash degan so'zlarni takrorlagandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, otishmani amalga oshirgan shaxs va yana bir miting ishtirokchisi halok bo'lgan. Boshqa biri esa og'ir yaralangandi. Bu voqeadan taxminan 2 oy o'tib, yana bir suiqasdga urinish Floridada qayd etilgan. Tramp West Palm Beach shahridagi Trump International Golf klubida bo'lgan vaqtida maxfiy xizmat agentlari hududni tekshiruv paytida butalar orasida yashiringan qurollangan shaxsni aniqlagan. Ushbu shaxs keyinchalik Ran Raus ismli fuqaro ekani aytilgan. Bu holat ham suiqasdga urinish deb baholangan va u 2026-yil fevral oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. So'nggi yangiliklar uchun Anhor.uzga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.